Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizda tomosha qilmoqdasizlar. Qizilobod TV, bugun sen qayerdasan, kechasi yuribsan degan akalarimiz, ukalarimizga mana bugun men jigalarimiz Nohay Sharituz, Jamoat Xudoynazarov Xolmatov, DXY Istiqlol mahallasiga keldim akalar, ukalar. Bir akamizning video murojaati bilan jigalarimiz, albatta bu sizlarga foydali deb o'ylayman. Hamdam aka, yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Tinchmisiz? Akalar, ukalar, mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana shu ikkita bilet kimki olmoqchi bo'lsa, sotiladi. Ruslan aka, keng. Qandaysiz? Salomatligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Mana Qizilobod TVning ashaddiy obunachilar kuzatib turibdi. Sizni taniyotgan, tanimayotganlar o'zingizni bir tanishtirib, salomatlik qilib, kichik gapirib bering. Avvalambor assalomu alaykum. Qizilobod TVning ashaddiy obunachilari, hammalaringiz yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Shu bilet sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, yangi, yaqinda almashtirilgan anolari. Lattayu hammasi remont qilingan. Ba'zi bir ayrim sabablar bo'yicha sotmoqchi. Bu yerda uy qurilgan, uyga shovqin, lekin nima uchun sotilyapti. Kimki olmoqchi bo'lsa, ekranga qo'yilgan nomerlarga murojaat qiladi, narx-navolarni kelishadi, kelib ko'rib olib ketishi mumkin. Adreslarni aytib o'ting. Adresimiz Nohay Sharituz, Jamoat Xudoynazarov Xolmatov, Beshkapa qishlog'ida. Hamma bilsa kerak. Ya'ni Talmakkis bilan Qizilobod bilan Farzizda o'rtasida qishloqda qilar. Endi uzoq kuzatuvchilarimiz borda. Kimki kuzatayotgan bo'lsa, laykni bosingizlar. Shu bachani qo'llab-quvvatlaymiz. Gap. Akalar, ukalar, mana ko'ryapsizlar, lotasi yangi to'shaldi. Shariklar yangi kelgan. Shariklar buni yangi yaqinda tashladi. Kiyasi ham normal stasionarda ko'ryapsiz. Mana kiyalar hammasi komplet. Bundan ham yana bor ekan. Kiyalari bor ekan, leshni. Ikkovi ham sotiladi kerak. Ikkovi ham, ha? Mana akalar, ukalar, kimki hovlisiga mana shu narsa qo'ymoqchi bo'lsa, magaziniga srochno soatlar kimki olmoqchi bo'lsa, narxi kelishilgan holatda akalar, ukalar kelaverasizlar. Ekranda ko'rib turgan telefon nomerida WhatsApp ham pervozib bo'lgan, qo'l telefoni ham shu nomerda akalar, ukalar. Marhamat, mana bolalar, jigitlar o'ynayapti. Qani, zakonimi? Ha, o'yin ketyapti. O'ynayotganlar bo'lsa, o'ynashi mumkin. 24 soat bachchalar o'ynaydi shu yerda. Yaxshi biletxona akalar, ukalar. Ha, endi ayrim sabablarga ko'ra shu narsani sotyapti. Tabii aytganda, endi akamiz oldin bu yoqda balandrakda yashardi, hozir yaqinroq joyga kelgan. Sal uyqudan bezovta bo'lyapti. Keyin charchaydi, kunduzi magazinda bo'ladi. Hisoblanib sotyapti. Kimki olmoqchi bo'lsa, mana yangi yikoyim bilet, yikoyim yangi. Hay, telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Hay, nima deymiz? Keyingi videoklarimizda sog' salomat ko'rishguncha sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Hammangizga rahmat ko'z qilganingiz uchun.